Men yordamda administratsiya rahbari Saida Shavkatovnadan so'rayman. Sudni ichidagi holatni ko'rsalaring, agar o'sha kamera yozuvlaridan ko'rsalaring, nimadan noroziligimni bilasizlar. Sababini men hozir gapira olmayman. Chunki meni gapirishimga ham taqiq qo'yilgan. Men xuddiki hozir sudda men jabrlanuvchi emas, xuddi sudlanuvchiga o'xshayman. Xuddiki men jinoyatchiga o'xshayman. Xuddi meni aytdi, hattoki haqorat qilish holatlari bo'lyapti. Unga men reaksiya bildirsam, men gap eshityapman yana. Yechintirilgan siz mayli endi qo'pol aytishga majburmiz. Siz ochiq bo'lishini talab qilyapsiz, lekin sizga o'sha nisbatan zo'ravonlik qilganlar yopiq o'tkazishni xohlayapti. Xuddi shunday. Men shu xalqdan yordam so'radim o'sha boshida ham. Menga oson deb o'ylaysizmi, internetga chiqib olib, ayol boshim bilan yordam beringlar deyish. Shuning uchun kurashyapman, bilasizmi? Men o'zimni sha'nim xo'p, meni sha'nim toptali bo'ldi. Men boshqa birorta ayol shu kunga tushmasin deb harakatdaman. Lekin ko'raylik, mana guvohlar borib nima deganini xalq ko'rsin, bittasini ko'rsin, hali men nimaga dod deb chiqqanimni keyin bilasizlar. Siz hozir suddan chetlatilgansiz, jabrlanuvchi sifatida. Ha? Ham jabrlanuvchisiz, ham suddan haydalyapsiz. Ochilib ketadi, hamma yo'qda ochilaman, lekin hozir gapira olmayman. Ochiq holatda eslanmayapsizmi? Ha, eslanmayapti ekan. Shunaqangi qilib yo'naltirish mumkinmi? Masalan, sud raisi tomonidan shu narsa bo'lyapti. Qarang-da, mana sud yopiq qilinsa, ommaviy axborot vositasi kirmasa, advokatlar hattoki telefonni bitta joyga jamlab qo'yilishi kerak bo'lsa, jamlab qo'yilyapti advokatlar telefoni. Nima, ularning sha'ni uchun yopilish kerak ekan. Sizning sha'ningiz yo'q ekanmi? Yo'q, o'shanga ham hayronman. Aytdi, axir yechintirilgan odam men ruxsat beryapman, ommaviy axborot vositalari kirsin, ko'rsin, xalq shuni ko'rsin, hamma yoqda meni badnom qilardi bular. Shavkatovna, axir siz ham ayol kishisiz-ku, Tanzila Narbayeva, sizlar ham ayol kishisilar-ku. Ularning sha'ni uchun yopilish kerak ekan. Sizning sha'ningiz yo'q ekanmi? Yo'q, o'shanga ham hayronman. Aytdi, axir xo'rlayvermang, mening ham volim bor.